Oyim ota-onalar majlisdan qaytganlarida Ham majlisga bormayman, o'lay. Bu yoqqa kel. Hamma ota-onalar majlisda yaxshi gap eshitib ko'kragini kerib o'tirsa, men bechora qayerga qarab o'tirishni bilmayman. Ayniqsa matematika ustozi. O'g'lingiz matematikadan no'noqligini bilasizmi deydi. Bizdan qarab o'tiramanmi, a? Voy dod! Sani orqangdan hech yaxshi gap eshitmadimmi bechora? Turuning. Oyi, kechiring, endi yaxshi o'qiyman, dars qilaman. Bu gaplaringni 100 yildan buyon eshitaman. Endi eshitmayman. So'z beraman, oyijon, ertaga kech shug'ullanaman. Dars tugaganiga 1 soat bo'ldi. Qayerlarda yuribdi ekan-a? Bezori bolalarga qo'shilib mushtlashib yuribdimikan? Xudo, ish qilib mashina yo'ldan o'tayotganda urib yubormaganmikin-a? O'zing asra. Xayolimga har balo kelyapti-ya. Muhammad Amin, bu yoqqa kelsan hozir. Kechiring, oyijon. Adasi, bu bolangizman adoy tamom qildi. O'qishimda rasvos chiqib yotibdi. Majlisiga borib matematika ustozidan gap eshitsam, ustiga ustak maktabdan kelib menga ish orttirib, formada koptok o'ynasa dadasi, bunisi bir nima qilmasangiz bo'lmaydi. Yil boshidan men davleniya bo'lyapman, yil oxirigacha men infarkt bo'laman dadasi. Bo'lmasa buni maktabdan keyin 1 soatini ham bo'sh qo'ymaslik kerak. Ana matematika to'garagiga borayotgan o'rtog'ing nech pul to'layapti? 1 million. 1 million? Voy, yo'lkalaring bilan falon pul bo'lib ketadi ekan u. Nima, to'garaklar shunaqa qimmat bo'lib ketdimi yo men kam pul topyapmanmi? Dadasi, ana qalan o'z matematika platformasiga a'zo qilaylik. Mentorlar rosa xushmuomala ekan. Yurgayim ketmaydi. Bu 7 sinfda o'qiyotgan bo'lsa, bilimi past deyapsan. Xudo biladi buni kallasi necha sinfda qolib ketganligini. Qalan uz platformasini qulayligi shundaki, avval buningizni bilimini diagnostika qiladi, undan keyin darsliklar beradi. Ha, to'g'ri. Agar bu darslarni to'g'ri bajarsa, 2000 so'm cashback ham berar ekan. Menga qara, keshbeklaringni yig'ib, yangi popka olasan, tushundingmi? Xo'p.